Assalamu alaikum. Welcome back to New Concept English Book 1. Today is Tuesday, August 20th, 2019. Now let's dive right into our class, our lesson today, Today's lesson is lesson 39, and the topic of today's lesson is Don't Drop It. As usual, first of all, let's take a look at the new words and expressions. Number one, please read after me. Number one, vase, vase. Number two, end, end. Number three, front, front. Or in brackets, in front of, in front of. Number four, careful, careful. Or in brackets, be careful, be careful. Number five, drop, drop. Number six, flower, flower. Xo'sh, savodishlar yuqoriqlar so'zlarningki, yangi so'zlarningki o'qilish ahanglari, unda biz ma'nolari bilan tanishib chiqaylik. Ma'nolarini deyish jarayonida qanday so'zlarningki o'qilish ahanglari to'g'riliq diqqat qilish tegishli nuqtalarni deb o'tamiz. Birinchi so'zimiz vase. Mening vase deb o'qig'anim bu amerikancha o'qilishi. Okay? Angliyacha buni vase deb o'qiydi. Okay? Amerikancha vase, Angliyacha vase kan deb bilib olsangiz bo'ldi. Ma'nosi tashtak, gul tashtaki va o ha. Okay, number 2, end. Endningki o'qilishiga diqqat qilaylik. Biz va bilan deganlikni qo'sh nima bog'liq so'z. Uni o'rgangantoq, uning bilan o'xshamaydi juma o'qilishi ma'nonki. Okay? U va bilan degan bog'liqchininki o'qilish qandaqdi? And. Majuma bugungi mana ikkinchi so'zimiz end o'xshamaydi, ha? And bilan end o'xshamaydi, ha? Okay? Bugungisi end. Ma'nosi oxiri. Masalan, bosh oxiri deymiz bu. Okay? Bir narsaning beshi, bir narsaning oxiri deb. Ammo end degani oxiri. Okay? Number 3, front. Front degan oldi degan gap. O'zininki mustaqil ma'nosi, ayrim ma'nosi, ya'ni oldi degan gap, masalan, oldi kayni deymiz bu. Okay? Endi ingliz tilida in front of deb bunda ishlatildi. In bilan of degan ikki so'zning o'rtasida qisilib ishlatildi ko'pincha hollarda. In front of degani shu bunda bir narsaning oldida degan ma'nosi bor. Okay? Bunda bir narsaning oldida-chu. Masalan, in front of the building. Yodingizda bor, oldingi darsda biz building ni o'rgangan. Building degan bino. In front of the building bo'lsa nima bo'ldi ekan? Binoning oldida degan ma'nosi bor. Okay? Agar in front of you desak, sizning oldingizda bo'ladi. In front of me bo'lsa, mening oldimda degandek-chu. Okay? Number 4, careful. Bu ehtiyotchan, ehtiyot qiladigan degan so'z. Bu sifatchimi? Fe'l emas. Biz tirnoqchiga be careful deb yozib qo'yibman. Demakchi biz ingliz tilida be careful deb jiq ishlandi. Be bilan birlashib demakchi careful. Ma'nosi bo'ling ehtiyotchan degan gap. Ya'ni ehtiyotchan bo'ling degan gap. Uyg'ur tilida biz unda demaymiz, ehtiyotchan bo'ling demaymiz, ehtiyot qiling deb bir xil fe'llik, ya'ni ish harakat ma'nosi bilan ifodalab o'tamiz-ku, mana bunga diqqat qilaylik. Mana shu koni dastlabki darsimizda, birinchi, ikkinchi darslarda qandaq, uchinchi darsda bo'libmi? Sorry sir degan jumlani o'rgatganda, sorry degan amaliyotda I am sorry degan gap, I'm sorry ning qisqartirilmasi demakchi-ku. Ma'nosi men xijil bo'ladigan holatda deb tarjima qilib bergandim. Hargizmi uni meni kechiring deb qandaq fe'llik ma'nosida, ya'ni ish harakat tariqasida tushunib olmaydi degandim-ku. Demakchi I am sorry desak, men bo'lsam xijil bo'ladigan holatda, ya'ni mushu sorry deganmi? Demakchi mush jumladagi fe'llik ma'nosi yo'q, balki sifatlik ma'nosi bor. Sifat so'zi idi. I am sorry desak, men bo'lsam xijil bo'ladigan holatda degan ma'ni bildirdi. Ya'ni demakchi I am sorry degan jumladan bilyapsiz, am degan BPL kelyapti. Okay? Demakchi BPLlik jumlalarni biz qandaq jumlalar degan to'q bir xil holatni ifodalaydigan jumla degan to'q. Ya'ni ish harakatni ifodalaydigan jumla emas-ku. Ya'ni masalan, mushu hozirgi mushu 4-chi so'zimizga tirnoqchida be careful deb misol olibman. Demakchi be degan shu BPL shu. BPL ning asl shakli be bo'ladi demakchi. Bu masalan
hozirgi oddiy zamonda men uchun am bo'lib keladi, u uchun is bo'lib keladi, siz uchun are bo'lib keladi. Mana bilamiz, hozirgacha biz buni faqat bo'ldik ku, kimga am, kimga is, kimga are keldiganligini. Yani demakchi üç shaxsga üç xil kelgani bilan amaliyotda asli shakli buningki be. Ya'ni bo'lish degan ma'nosi bor. Careful bilan qo'shilsin bo'lgan bo'ling, ehtiyotchan degan ma'nosi bor demakchi. Men abay başlık gipim qaytib kelsam, bir odamga biz be careful desak, nim deganimiz u odamga ehtiyotchan bo'ling deb bir xil ehtiyotchan holatda bo'lishni askartganimiz. Hargizmi ehtiyot qiling deb bir xil ish harakat ma'nosi deganimiz emas. Shunchalik tushunib turaylik buni. Ketib o'tgan oldimizda jiq tushunib olamiz bu BPL qanday narsa bu degan narsalarni. Okay, hozircha shunchalik bilib olsangiz yetib oshadi. Number 5, drop. Drop degan tashib o'tish degan gap, masalan, qo'ldan tushirib o'tish deymiz-ku. Qo'ldan tushirib o'tish, qo'ldan tashib o'tish degan ma'nosi bor. Drop. Number 6, flower. Flower degan gul degan gap. Gul ya'ni gul bor-ku. Okay? Balki tas so'zlar yo'q. Mesela bu dersimizde en ahırda biz nimaga qarayotsak, darsimizning temasiga qarayotsak, don't drop it. Drop it no unda qilmalar tushunaladiganimiz falan. Drop ni hozir tashlab o'tish dedik. It degan u. Tashlab o'tgan uni degan bo'ladi agar drop it desak. Unda esa don't drop it degancha. Oldi bilan shuni bir hal qilib o'taylik biz. Demakchi darsning temasini tushunib, undan keyin dialog qaraylik, qarang. Don't drop it degan mana men do'stlarni ko'rayotganimizdek don't drop it degan amaliyotda do not drop it degan gap. Ya'ni don't degan do not niki yig'ilib yoki birikib yozilishgan-ku, ma'ni bilib oldingiz. Don't drop it desak ham bo'ladi yoki ayrim deyman desangiz ham bo'laveradi. Do not drop it desangiz ham bo'laveradi. Ikkisi bir gap. Okay? Xo'sh, undasi ma'lum buni tushuntirishdan dasa abiyam siz drop itni matiga qarsangiz, drop itni tashlab o'ting yoki qo'lingizdan tushirib o'ting deb deymiz desak bo'ladi degan. Undasi bu qanday gap bu drop it bilan bu don't drop it qanday jumlalar bilan ma'nolar qanday tushuntiring desangiz, ingliz tilida yordamchi fel degan bir narsa bor degan bir gapni qilganman. Yodingizda bo'lsa, yordamchi fel degan qanday narsa? Albatta yordamchi degan so'zdan chiqib turdi. Bu asosiy fe'lga nisbiy aytilgan gap-ku, tushunishibmi? Unda esa drop it degan bu jumlada asosiy fe'l bor albatta. Drop degan qo'ldan tushirib o'tish yoki tashlab o'tish degan gap. Buningki asosiy fe'l ekanligini bilyapsiz. Unda esa bu yordamchi fe'l qanday iyadi keladi yoki roli nima bu yordamchi fe'lning? Unda bu jumladagi yordamchi fe'l qanday drop it degan jumladagi desangiz, yordamchi fe'l do yoshirin kelgan jumla amaliyotda. Okay? Yoshirin kelgan jumla garchi ko'zimiz ko'rinmagani bilan yoshirin ba. Yoshirin ba deganim do drop it degan gap bu. Tashlab o'ting degan gapmi-ku? Qo'lingizdan tushirib o'ting degan gap amaliyotda do drop it degan gap. Faqatlar do'ni demaymiz, ma'lumki ishlatmaymiz aniq nimada bayon jumlada, ya'ni nima jumlada Allah topolmay ketdim gapimni. Bo'lishliq jumlalarda demaymiz. Bo'lishliq jumlada do'ni ishlatmaymiz. Qanday jumla ishlatmaymiz desangiz, bo'lishsiz jumla ishlatmaymiz yuqoriga o'xshash. Bo'lishsiz degan nima? Shu emas degan gap qo'shu. Inkor degan gap qo'y. Bo'lishsiz degan gap. Masalan, not degan so'zni ko'ryapsiz. Demakchi inkor jumla ekan, ya'ni bo'lishsiz jumla. Okay? Demakchi bo'lishliq jumlada yoshirin keladi, ochiq oshkor o'tirib chiqmaydi dedim. Faqatla bo'lishsiz jumlalarda qanday o'tirib chiqadi aniq dedim-ku. Unda esa aslida mana drop it degan jumlada ba deb tushundik ekanmiz. Faqatla aniq o'tirib aniq ishlatilmaydi, masalan, ochiq oshkor ishlatilmaydi. Demakchi tashlab o'ting deganni drop it deymiz. Albatta yo'q, men aniq desammi bo'lamdi, masalan do drop it desang bo'lamdi, hech qisi yo'q, chatoq yo'q, masala yo'q. Do drop it desang bo'laveradi. Okay? Lekin nim qilinmaydi, tashabbus qilinmaydi bu. Bo'lishliq jumlalarda yordamchi fe'lni ishlatishda tashabbus qilinmaydi. Ammo ishlatman deb tursangiz bo'laveradi demakchi.
Unda olsa bo'lishlik jumlada do drop it deydi ekanmiz. Bo'lishsiz jumlani qanday deydi ekanmiz? Mushu gapdan qaraganda shu do ning keyiniga notni qo'shsak ham bo'ladi. Ya'ni do not drop it desak ham ish bitadi. Ya'ni tashlab o'ting deganni do drop it desak, tashlab o'tmang deganni do not drop it deydi ekanmiz. Unda olsa bir qadam keyiniga chekinsak, do drop it deganni men nima dedim? Ang yaxshi do'ni ishlatmaylik-ku, uni tashabbus qilmaymiz do'n deyishni. Unda olsa drop it deydi ekanmiz. Tashlab o'tang deganni. Tashlab o'tmang deganga-ku, yordamchi bel do'ni cho'qim ishlatmasak bo'lmaydi. Andan keyin keyiniga notni qo'shib ham qo'ysak bo'ladi. Okay? Demakchi bu not, ya'ni emas degan so'z bu. Inkor so'zi bu. Bu inkor so'zini faqatla shu yordamchi belning keyiniga qo'shamiz. Chunki asosiy belning keyiniga qo'shishga bo'lmaydi. Ya'ni drop not it degan gap yo'q. Okay? Qo'shish to'g'ri kelsa yordamchi belning keyiniga qo'shamiz. Do not ne qisqartirib ham don't deb olsak bo'ldi demishadi. Gapni tushunishlik-ku. Mishadi biz ozroq shu nimani yordamchi bellik bo'lgan tushunchimizni ozroq bir cho'nqirlashtirib oldik. Men nihoyatda paxas bo'lib kelyapman. Sizni darslarda qo'qib qo'ymaslik uchun masalan bak deb ketmadim, bu grammatikalik narsalarni so'zlab ketmadim. Asta-asta oldimizda baribir o'rganamiz. Buguncha 39-darsimizning temasidagi don't drop itni qandaq? Shu drop itning aksi deb ham tushunsangiz bo'ldi. Ya'ni drop it degani tashlab o'ting degan gap-ku. Ya'ni tushirib o'ting degan gap, qo'lingizni tushirib o'ting degan gap-ku, drop it degani, ha. Undan so'ng qo'lingizni tushirib o'tmang deganni nima ekanmiz? Shuning aksini deymiz. Ya'ni do not drop it der ekanmiz. Do notni texnik qisqartirib o'tib qandaq? Don't deb ham oldik ekanmiz. Ya'ni don't drop it desak qo'lingizdan tushirib o'tmang degan ma'noni bildirdi. Do demakchi yoki tashlab o'tmang degan ma'noni bildirdi. Okay? Yuqoriqilar yangi so'zlar va darsimizning temasining nimasi bo'ldi? Ma'nolari bo'ldi. Undaqda biz tekstni ko'rib boqaylik yoki dialogni. Dialogni ko'rishdan burun albatta biz javob berishga tegishli savolni tushunishimizga to'g'ri keldi. Qarasangiz, nima deb so'rayotdi? Conversationning savoli nima ekan? Where does Sam put the vase in the end? Dedi. Qarang. Where? Qayerga? Does. Yana kiyotdi, ha, yordamchi bela. Faqatla miyada ma'lum ayada do te miyada does bo'lib keldi. Buni bir tushuntirib o'taman desangiz, bakla oddiy, ha. Jumlaning ikkisi Sam go miyada. Sam degan u uchinchi shaxs birlik bu. Har kishi go, ha. Jumlaning ikkisi mayli er bo'lsin, mayli ayol bo'lsin, mayli narsa bo'lsin, masalan hayvon demakchi. Demakchi jumlaning ikkisi uchinchi shaxs birlik bo'lganda yordamchi bel does bo'ladi. Jumlaning ikkisi uchinchi shaxs birlikdan boshqa har qanday shaxslar bo'lganda do bo'ladi. Bu hozir yana bir qo'shimcha bilim bo'ldi siz uchun, ha. Yana bir desam, agar jumlaning ikkisi uchinchi shaxs birlik bo'lsa, yordamchi bel does ishlaydi. Agar jumlaning ikkisi uchinchi shaxs birlik emas, boshqa shaxslarningki mayli birligi yoki ko'pligi bo'lsin, unda do ishlaydi ekan. Okay? Xo'sh, shuning uchun does keldi deymiz-ku menda yordamchi bel. Ma'nosini faqatla ma'vo asosiy bel uchun yordamlashib keladi degan tuxyadingizda bor. Asosiy belning ma'nosi nima? Put degan qo'yish degan gap yodingizda bo'lsa, ko'ni bir dars o'rganib bo'lgan putni. Undan bo'lsa where qayerga Sam qo'ydi degan gapkan bu. The vase. Balki tashlashni degan gapkan bu. In the end. And ne ham yangi so'zlarning tarkibida oxiri deb o'rgangan to'q. Undan bo'lsa in the end degan-chu. Oxirining oldiga ichida degan so'z kelib qolsa-chu, in the end bo'lsa, shu oxirida bo'ladi. Okay? Oxirida deki da qo'shimchasi ma'nosini qo'shimchilik ma'nosini oladi demakchi ma in. Okay? Demakchi eng oxirida bunda bo'ldi yoki bu hikoyaning eng oxirida bunda ish yuz berdi degan o'y fikrni ifodalaganda shu eng oxirida deganni biz in the end deb ifodalaymiz demakchi. Ya'ni in faqatla shu oxiriniki oldi qo'shiluvchisi deydi. Oxiri degan so'zning oldi qo'shiluvchisi. Ma'nosi da, ya'ni oxirida deki da shu demakchi. Okay? Qo'shimda bo'lsa bu savol jumlaning ma'nosi nima bo'ldi ekan? Sam oxirida gultashlikni qayerga qo'ydi yoki qo'ydi degandek bir jumla ekan bu. Okay? Albatta buningdan bir narsani his qila olasiz, bu gultashlikni nega qo'yishni
deyishadigan bir parankenda bu deb. Okay? Nay to'g'ri qiyos qildingiz. Undasi biz mushu jumlaninki, mushu ya'ni savol jumlaninki ma'nosini esimizda tutib turib, nimasini ko'rib boqaylimi? Dialogni ko'rib boqaylimi qarang, ha? Dialog mana dialog shu. Lesson 39. Don't drop it degan dialogga qarang. Savol savol shu. Where does Sam put the vase in the end? Okay? Undasa men aytib qo'yadigan bo'lgan tingiz oldi bilan anondan kim ma'nosini tushunimiz birdan jumla. Sam unda deb boshladi dialogni qarang. What are you going to do with that vase, Penny? Yana bir qatam, ha? What are you going to do with that vase, Penny? Digante Penny qopib, I'm going to put it on this table, Sam. Hech qisi yo'q, agar xato qilib qo'yayotgan bo'lsangiz yoki jiddiylashayotgan bo'lsangiz, men sizning ovozingizni hech kim anglamaydi, men anglamayman, boshqalar ham anglamaydi. Ovozingizni qo'yib o'qing. Agar yana yaxshi o'qiy olmaydi ekanman deb o'ylagan bo'lsangiz, hech qisi yo'q. Asta o'rganib ketasiz. Amalning baricha bir tirishib beqing, okay? Imkoniyatingizning baricha. Pennyning gapini yana bir qatam o'qaylik, ha? I'm going to put it on this table, Sam. Digante Sam qopib, don't do that. Give it to me. Yana bir qatam, ha? Don't do that. Give it to me. Deydi. Digante Penny qopib, what are you going to do with it? Yana bir qatam, ha? What are you going to do with it? Digante Sam qopib, I'm going to put it here. In front of the window. Pesh bilan ayrılgan ikki oddiy jumladan tuzilgan bir murakkab jumla bu, ha? Pesh bilan ayrılgan, ha? Yana bir qatam o'qiymiz. Bu da peshni bir tinitib davomlashtirib o'qiyman, demakchi boshdan oxir o'qib bir vaqt to'xtayman. Ana siz menga aytishgan bir qatam o'qing, demakchi. I'm going to put it here in front of the window. Okay? Penny qopib, be careful. Be careful. Deplop, don't drop it. Don't drop it. Deydi. Deplop Penny yana gapga kelib tugmabdi. Don't put it there, Sam. Yana bir qatam. Don't put it there, Sam. Put it here. Put it here. On this shelf. Amaliyotda bu bir ikki oddiy jumladan tuzilgan murakkab jumla ekan. Qarang, pesh orqali qarilgan, bir tiniqda o'qaylik, ha. Put it here on this shelf. Digante Sam qopib, there we are. There we are. It's a lovely vase. It's a lovely vase. Desa Penny qopib, those flowers are lovely too. Yana bir qatam, ha? Those flowers are lovely too. Okay, bak tasamas cho'qim tushunib bo'ldingiz pichoqcha, lekin shundaqdimi yana bir tushunib o'taylik qarang, ha? Boshdan. Sam deb boshladi deydi dialogni qarang. What are you going to do with that vase, Penny? Tasamas jumla. Yodingizda bor, be going to no ma'nosi nimada qilmoqchi degan kelgusi oddiy kelgusi zamonninki ma'nosini bildiradi. Qilmoqchi degan ma'nosi demakchi. Be going to ninki. Undasa nima siz qilmoqchi do degan qilish-ku.
be going to'ni qilmoqchi bo'lish yoki qilmoqchi deb olamizmi? Do degan so'zning o'zi qilish, etish degan gap, masalan, bir ishni qilish, ha? Masalan, demakchi, be going to mo qilmoqchi, do mo qilish bo'lgandan keyin men qaymoq ishga chiqmasin. Buni qilmoqchi deblamda olsak, bu qaysi bo'lib ketdi deb bundoq tushunib qolmang. Demakchi, be going to ning o'zi qilmoqchi bo'lish, do degan rasmiy ish qilish, masalan, bir ishni qilish, qilish, okay? Gapim tushuniksiz bo'lib qolgan bo'lsa, hech qisi yo'q. Shu do'ning o'rniga boshqa bir fe'ldan birini almashtirib saqlam hal bo'ladi. Masalan, what are you going to eat bo'lsa nima bo'ladi? Siz nima yemoqchi bo'ladi. Be going to ni qilmoqchi bo'lish deb olsak, do ni masalan do'ning o'rniga eat ni ishlasak demoqchi. What are you going to eat desak, siz nima qilmoqchi, yeyishni, ya'ni siz nima yemoqchi deb olamizku. Demak, shu nuqtani deb qo'yapman. Do'sa siz nima ish qilmoqchi deydi. Nimani nima ish qilmoqchi? Qarang, with that vase. Avu tashtak bilan deydi. Okay? A tashtak bilan nima ish qilmoqchi degan gapganda, okay? Penny ismini atayotdi. Ya'ni siz u tashtakni nima ish qilmoqchi deb olamizku. Tashtak bilan nima ish qilmoqchi desak mutazil nimaga logika uyg'un kelmaydi. Tashtak bilan nima ish qilmoqchi deymiz. Tashtak nima ish qilmoqchi deb olamizku uyg'urchada. Okay? Ya'ni siz u tashtakni nima ish qilmoqchi Penny deb so'ragan ekansiz. Samning. Ashi gapga qarata Penny nima deb javob berdi? I am going to put it on this table, Sam. I'm going to degan men bundan qilmoqchi, nima qilmoqchi? Put it, qo'ymoqchi uni. Ya'ni men uni qo'ymoqchi degan gap ku, ha? Men uni qo'ymoqchi yoki u shu it ku, ya'ni vase ning gapi ku, okay? I'm going to put it on this table. Ustiga bu ustalning. Ya'ni men uni bu ustalning ustiga qo'ymoqchi degan gapdan ku, okay? Ya'ni men uni bu ustalning ustiga qo'ymoqchi Sam deyapti-ku. Bu gap qarta Sam bunday don't do that. Abiyam yodingizda bor, agar do that desak qila uni degan bo'ladi. Don't do that degan uni qilma degan bo'ladi-ku. Okay? Uni qil deganni do that desak don't do that degan nima emas? Uni qilma, unda qilma deb olamiz-ku. Okay? Unda qilmang deydi. Deb give it to me, bering uni menga deydi. Okay? Unda qilmang deb uni menga bering degan ekan-ku. Desa Penny qilib, what are you going to do with it deydi. Siz uni nima ish qilmoqchi degan gapganda. Okay? Bayqa jumlaga o'xshash jumla bu. What are you going to do with that vase degan o'xshash jumla. What are you going to do with it? Faqat it nima? The vase ning o'rniga olinish bilan kelayotgan ahvolga, ha? Okay? Siz uni nima ish qilmoqchi? Siz uni nima ish qilmoqchi deganda Penny Sam qopib, I'm going to put it here. Men uni qo'ymoqchi, ya'ni men uni qo'ymoqchi bu yerga degan gap ku, I'm going to put it here. Men uni bu yerga qo'ymoqchi deb bo'lib in front of the window deydi qarang. In front of ni bunda bir narsaning oldida deb tushungan to'q. Nimaning oldida ekan? The window, there is ning oldida. Okay? Ya'ni men uni bu yerga qo'ymoqchi, ya'ni there is ning oldiga deyapti. Deganda Penny bu gap qarta be careful deyapti. Yadingizda bor, men carefulni ehtiyotchan, ehtiyot qildigan deb tushundirgandim. Be bilan qo'shilsin bo'ldi. Shu. Buning ehtiyotchan deb olamiz bu yerda. Be ning bo'lish degan ma'nosi bor. Okay, be belgi bu, ha. Shu holatda bo'lish degan ma'nosi bor, tushunsiz, ha? Demakchi, buning ehtiyotchan degan gap. Ya'ni ehtiyotchan bo'ling, diqqat qiling degan gap uyg'urchadagi bu, ha. Ehtiyot qiling yoki bayqang deb qo'ydik-ku. Tapilib don't drop it. Tekstimizning, dialogimizning amaliyotda nimasi ma'lum. Temasi. Abiyam men tushuntirib qo'ygan. Agar drop it desak nima bo'ldi? Tashvat uni degan gap. Ya'ni qo'lingdan tushirib, qo'lingdan tashvat degan gap. Qo'shimda olsa don't drop it degancha uni tushiribman, tashib etib qolmang degan gap bu. Qo'lingizdan tushiribman degan gap bu. Okay? Deb bo'lib, Penny bunday qarang. Don't put it there, Sam. Agar put it there desa qo'ying uni u yerga bo'ladi. Don't put it there degan qo'ymang uni u yerga degan gap. Ya'ni uni u yerga qo'ymang deb olamizmi gapni, ha?
Sam'ning ismini chaqirib da'vatdi. Uni bu yerga qo'ymasan deb put it here. Qo'ying uni bu yerga on the shelf. Ustiga mana takchining. Okay? Uni bu yerga qo'ying ma takchining ustiga deydi-ku. Tushunishdi-ku? Okay? Desa Sam qo'pib there we are qarab qo'ydi. Qo'yib bo'lib bas takchining ustiga yoki takchiga. There we are dedi. There we are degan nima? Savodashlar here we are degan to. Qarashtirib bir narsani berib o'tib here we are deb qo'yadi. Yoki here you are deydi to. Here you are degani mana misol sizga, ya'ni sizga berib o'tib da'vatgan gap ku bu. Ikkinchi odamga berib o'tib da'vatgan gap ku. Mana misol qadim sizga demoqchi-ku. Ammo there we are jo mana misol degan gap bu. Yoki ana misol bir narsani bir yerga qo'yib bo'lib deydigan gap bu. Ana bo'ldi ham degandek-ku. Masalan bir narsani bir yerga qo'yib bo'lib o'zimizcha asta deb qo'yamiz-ku. Ana toza keldi degandek. Ashtaraq bir ma'nosi bor. There we are ninki. Nima ish there degan u ya, asha, we degan biz, are degan bo'lsak, ashada biz bo'lsak, nima degan gap bu ashada biz bo'lsak. Amaliyotda buning ko'chma ma'nosi shu. Mana misol ana bo'ldi deganda ishlar bir ma'nosi bor. Hozir deganimdek bir narsani bir yerga qo'yib bo'lib deydigan gap. Okay? Toza keldi degandek-ku. It's a lovely vase deydi. U bo'lsa bir lovely degan nima degan to'q yodingizda bor. Nihoyatda go'zal yoki so'yimli, odamni so'yindiradigan chiroyli degan ma'nosi bor amaliyotda. Vase tashtak. Demakchi u nihoyat chiroyli tashtakkan deydi. Deganda demakchi Sam tashtakni ko'rdi deylik. Samning nazari tashtakda. Ayolim deb qaram Penny. Those flowers are lovely too. Avu gullar mu chiroyli kan deydi. Okay? Sam, it's a lovely vase. Desa Penny, those flowers are lovely too dedi demakchi. Okay? Sam tashtak chiroyli tashtakkan yoki u bir chiroyli tashtakkan desa Penny qo'pib gullar chiroyliga dedi demakchi. Okay? Ters cümleler yok bu diyalogda savolashlar. O'zingizga qayta o'qing bo'lsa, qayta o'qib, yozib, yodlab qilib olsangiz, anonikni rasmiy o'zingizniki nimasiga aylanib ketadi. O'zingizning bilimiga aylandi bu. Okay? Undan biz kechiktirmay qanday savolga javob berib deylik, dialogning savoliga qarab. Where does Sam put the vase in the end? Sam eng oxirida gultashlikni qayerga qo'ydi degan gap bu. Bunda javob beramiz. Sam desak ham bo'ladi, jumlani Sam deb boshlasak ham bo'ladi yoki he deb boshlasak ham bo'laveradi-ku. Sam degan he bu. He puts the vase on the shelf in the end. Okay? Bu gapni tushuntirib bersam, savoldoshlar, nima degan gap bu desangiz, he u puts degan qo'ydi degan gap. Ma'lum, savol jumlada put deb kelganda bu yerga javobga puts deb qo'yib oldingiz desangiz, bu as degan nima desangiz, amaliyotda does va does degan yordamchi fe'lning kendiki as uch bilan putninki kelib oldi. Demakchi, ma'vo nimaninki bayon jumlaninki ahvoli. Yani bayan cümlelerde cümlenin ilgisi eğer üçüncü şahs bo'lib kelsa, u üçüncü şahs üçün xizmat qiladigan fe'l bu. Demak, cümlenin ilgisi üçüncü şahs birlik bu. Demakchi, cümlenin ilgisi üçüncü şahs birlik bo'lsa, fe'lning keyniga as qo'shiladigan bir ahvol bor. Bu as nima as desangiz, amaliyotda shu yordamchi fe'l doesning keynidagi as. Bu yordamchi fe'l does degan nima desangiz, amaliyotda do. Qanday bo'lib does bo'lib qolgan desangiz, faqat jumlaning ilgisi uchinchi shaxs birlik bo'lganligi uchun. Agar uchinchi shaxs jumlaning ilgisi uchinchi shaxs birlik emas, masalan, birinchi shaxs bo'lgan bo'lsa, men bo'lgan bo'lsa, vaqtida where do I deb do keladi demoqchi. Uzun gapning qisqasi bu tushuntirishda sal murakkablashadigan, lekin hozircha shunday tushunmasangiz bo'ladigan gap. Ya'ni bayon cümlelerde, yani bo'lishliq cümle degan bayon cümle var. Bo'lishliq cümlelerde, yani bayon cümlelerde, agar cümlenin ilgisi üçüncü şahs birlik bo'lib qolsa, fe'lning keyniga as qo'shilib ifodalandi, harakat deb tushunasiz bo'ldi.
Bundaqda bu bayon jumla ekan. Savol jumladichu, savol jumladagi fe'lning keyiniga as qo'shilmaydi, balki u as shu do degan yerdan keyiniga o'tib dazolab qoldi deb. Hozircha shunchalik tushunib tursangiz bo'ldi. Buni mashqni jiq ishlaymiz oldimizda. Ishlagan sir bilib ketasiz deb. Bu qoidalarni masalan dastlabda g'ayri tuyuldi, Uyg'ur tilida bunday ish bo'lmagandan keyin asta buni oddiy bir ishlarga aylanib qoldi siz uchun. Okay? Hammadan mushtabi bugunda inglizcha dastlabda demoqchi. Ba'zi narsalar g'ayri tuyuldi. Bak normal ahvol. Xo'sh, unda bo'lsa, putning keyiniga as qo'shib, put deb edib, u qo'ydi deb ifodalaydi ekanmiz. Nimani? The vase. Gul tashtikini. Qayaga? On the shelf. Takchining ustiga. In the end, eng oxirida. Ya'ni u eng oxirida gul tashtikini takchining ustiga qo'ydi degan gapgan bu, ha? Unda o'z bu yerdagi the vase ni it deb o'zgartirsak bo'ladi, albatta bo'ladi. The vase degan amaliyot shu it qo. U qo. Ya'ni gul tashdiki deb o'ltirishning hojati bormi? Yo'q. U deb lasaqli bo'ldi, qisqartirib. Unda o'z nimda o'zgardi bu jumla? He puts it on the shelf in the end. U qo'ydi uni takchining ustiga eng oxirida degan gap. Ya'ni u eng oxirida uni takchining ustiga qo'ydi degan gap. Okay? Xo'sh, qolganini o'zingiz bir tahlil qilib beqing saboqdoshlar. Endi meningki jumla tahlil qilish nimamga, uslubimga xil ko'nab qoldingiz. O'zingiz shunda tahlil qilsangiz, amaliyotda tushunib ketasiz jumlalarni, tas emas. Okay? Xo'sh, unda bo'lsa dialog, mushu dialog. Emas biz qanday qilamiz hozir? Mushu dialogninki nimasi bo'lgan, mashq bo'lgan 40-darsni ko'rdik ekanmiz. Qarang. Lesson 40. What are you going to do? I'm going to albatta 40 ni inglizchada boshqacha ataymiz. O'rganib baxmidoq, shuning uchun so'zlarning tarkibiga qo'shib qo'ydim. Yangi so'zlarning tarkibiga. Darsimizning temasi mushu tema ekan. What are you going to do? Siz nima ish qilmoqchi degan gap bu. Buningga javoban I am going to men bunda qilmoqchi deb oldik ekanmiz albatta. Bu jumla shakli tushunishli tonishli jumla shakli. Undan bo'shirong'a nimani qo'ydik ekanmiz? Masalan, mushu darsimizda berilayotgan fe'llarni qo'ysak bo'ldi. Undasa biz kechiktirmay oldi bilan so'zlarning ma'nosini o'rganib chiqaylik qarang. Number 1, give. Give. Amaliyotda tonishli so'z bu sizga. Number 2, show. Show. Number 3, send. Send. Number 4, take. Take. Number 5, 40. Yaki 40. This one bo'laverdi. 40. Okay? Xo'sh, amasa birinchi so'zning ma'nosi nima bo'ldi? Give degan berish degan gap. Masalan, give me deymiz. Give me degan bagin menga degan gap. Okay? Show degan ko'rsatish degan gap ikkinchi so'z. Ko'rsatish, ha? Masalan, pasportingizni ko'rsating. Tabiiy amaliyotda bu so'zni men shu darsda pasportinglarni ko'rsatinglar. Your passports please degan jumla amaliyotda show me your passports please degan jumlaning qisqartirilmasi, oddiylashtirib aytilishi degan timga shu vaqtda bir qatim degan bu so'zni esingizda bo'lsa. Okay? Show, ya'ni ko'rsatish. Masalan, show me degan nima? Men ko'rsating degan gap bu yoki ko'rsating menga deb olamiz, ingliz tushunsak. Number 3, send degan avatish degan gap. Avatish. Masalan, xat avatish, pul avatish deymiz, avatish. Masalan, send me bo'lsa qanday avatish, avating menga, ya'ni menga avating degan gap. Okay? Number 4, take. Take degan elib berish degan gap. Bir narsani birisiga elib berish. Masalan, akangga bir chapan elib ol yoki balangga bir somka elib ol deb qo'ydi bu. Okay? Men buni balamga elib olay, buni akamga elib olay deymiz bu bir narsalarni. Okay? Shu take shu. Birisiga bir narsani og'ash berish yoki elib olish degan ma'nosi. Okay? Masalan, take me desak, meni elib ol degan ma'nosi bor. Demakchi, shayga meni misol olsak. Okay? Boshdan kelsak, men birinchidan to'rtinchigacha me'ga jumla tuzab kelsak, masalan, give me a book degan nima? Menga bir kitob bering degan gap. Show me your passport degancha, pasportingizni menga ko'rsating degan gap. Send me masalan money degancha,
manga pul avating degan gap. Send me money. Okay? Manga pul avating degan gap. Masalan, take me to the school desakchi, masalan, take me to school desak, meni maktabga elib bor degan gap. Meni maktabga elib oling degan gap. Okay? Number 5, 40. Yani yoki 40. Yazilishi shundaq, yodingizda bo'lsa, 4 ninki yazilishida biz F O U R deb yozgandik 4 ni. Demakchi 40 da qandaq U chiqib qoladi. U chiqib qolib F O R keyin T Y deb bundaq keladi. 40. Demakchi 40 ni shunda deymiz. Endi keyingi darsdan boshlab keyiniga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ni qo'shsaq qandaq 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 deb 41 49gacha sanay olgan bo'lamiz. Okay? Andan 50 ga borganda yana bizda ayrim o'rganimiz bor 50 degan so'zni. Xo'sh, shunda olsa bu darsniki bu mashq darsi bo'lsa-mu, garchi yangi so'zlari bor ekan, yangi so'zlari mushular. Unda biz hozir mashq qarab boqaylik, ha. Og'zaki mashqni ko'ramiz, oldida andan keyin yozuvchi mashqni ko'ramiz, ha. Qarasangizda tigida mana naqmi shu give, show, send, take degan so'zlarni ishlatib men bir jumla shaklida tuzab qo'yibman, qarang, ha. What savolni so'raydi boshda. What are you going to do with that? Bizdimi? Masalan, with that vase dedik, vase degan nima? Gul tashdiki degan to'q. What are you going to do? Siz nima ish qilmoqchi degan gap-ku. With that vase. Yoki vase ni qo'ysak. Siz u gul tashdikini nima ish qilmoqchi degan gap-ku. Men qo'pib, I am going to give it to my mom. I'm going to give it to my mom desam, give it. Birman uni to my mom. Apamga degan gap bu. I'm going to give it to my mom. Okay? Xo'sh, siz mendan what are you going to do with that vase deb so'raydi ekansiz. Men qo'pib, I'm going to give it to my mom dedi ekan. Men uni apamga bermoqchi edim. Yoki ikkinchi so'z show ni ishlatib, I'm going to show it to my mom desam, men uni apamga ko'rsatmoqchi bo'ldi ekan. Agar I'm going to send it to my mom bo'lsa, men uni apamga avatmoqchi bo'ldi ekan. Agar I'm going to take it to my mom desak, men uni apamga eppamoqchi degan bo'ldi ekan. Okay? Oddiy qilib shunchalik tushunib turaylik. Miyadagi mana bu ekranda endi biz kitobning o'zidagi og'zaki mashqlar qarab baqsaq, mana bunday miya qarab baqsaq demakchi. Qarang, Albilen 13'den 16'gacha bo'lgan mana bu nimalarni bir ko'rib o'taylik, rasmlarni qarang. What are you going to do? Masalan, men sizdan so'rayday. What are you going to do? Siz mush rasmdagi mush bola bo'ling. Siz nima javob bersiz? I'm going to put it nima? On. Des yodingizda bormi? Put on ni biz kiyish deb bilgan ekandik. Yodingizda bo'lsa. Bir nimani kiyish. It degan u, ya'ni chapan qartilgan-ku. Nima siz? Meyada mana I'm going to deb put it on, ya'ni uni kiymoqchi degan gapni mushta ifodalaymiz-ku. Men uni kiymoqchi edim. Kiyishga tamshilayotganda deydigan gap-ku bu, ha? Put it on deymiz. Ya'ni put bilan onning o'tirisiga itni qistirib bunday ifodalaymiz demoqchi. Uni kiymoqchi degan gapni. Okay? 14-chi men yana so'ray sizdan, isma rasmdagi bola bo'ling. What are you going to do? Desam siz nima deysiz? I'm going to take it. Yodingizda bormi? Selivchning degan to'q take off degan to'q. Take it off. Ya'ni take bilan off ning o'tirisiga itni qo'shib qistirib bilan desak, men uni selib etmoqchi demoqchi o'siz. Ya'ni I'm going to take it off. Men uni selib etmoqchi. Okay? 15-si qarsangiz, men so'ray sizdan, men odam bo'ling siz. What are you going to do? Siz nima ish qilmoqchi? Siz deysiz, I'm going to turn it on. O'chik televizor deylik. O'chik televizorni ochmoqchi-ku, yondirmoqchi. Okay? I'm going to turn it on. Ya'ni turn on ni biz echish, ya'ni televizor echish, televizorni yondirish-ku. Chiroqqa yondirish deb ishlatamiz, televizorga echish deb ishlatamiz-ku. Men uni ochmoqchi. Ya'ni turn on ni echish degan to'q. Turn bilan on orasiga itni qistirsak, uni turn it on bo'lsa, uni ochmoqchi degan bo'ladi demoqchi-ku. Ya'ni men temaga solsak, mavzudagi men bo'shroqqa solsak,
I'm going to turn it on. Men uni açmoqchi. Okay? Number 16, 16-si. What are you going to do? Maqaran ovozni aytib kuchli ketgan o'xshaydi, quliqig'i ziyon qilib ketgan o'xshaydi, ha? Nima qilmoqchi ekan? Turn it off. Turn it off. Turn off nima degani? O'chirish degani yodingizda bor, okay? I'm going to turn it off. Men uni o'chirmoqchi deysiz demoqchi. Demakchi, mana 4 rasmdagi bir mashq bo'lsa, yana bir mashqlar bunda qarang. Men ham sizga ko'rsatgan give, show, send, take deganlarni ishlatib qildigan mashq qarang, ha? What are you going to do with that? Biz nima masalan, mana dress deylik, 17-rasmdagi. Bilasizmi dressni? Ko'ylak degan gap ku, butun ko'ylak, ha? Mana shu dressni miyaga salayman, bo'shirib qarang, ha? What are you going to do with that dress? Desam, siz nima javob berasiz? I'm going to give it. Give it. Beraman uni to my daughter. G'a mening qizim, mening qizim g'a degan gap bu, ha? Ya'ni I'm going to give it to my daughter degan bo'ldi. Men uni qizimga bermoqchi degan gap ekan. Tushunishliqmi? Okay. Ikkinchisi qaraylik, ha? Mavo vase. Vase deb mashq qildik qarang, ha? What are you going to do with that vase? Siz qo'pib, I'm going to masalan showni ishilting deylik miyaga, showni. Ko'rsatish dedik-ku, show it. Ko'rsataman uni to my grandmother, momamga. Grandmother degan moma deyadingizda bormi? Okay? I'm going to show it to my grandmother. Ya'ni men uni momamga ko'rsatmoqchi deydigansiz-ku. Okay? 19-rasm newspaper kan qarang. What are you going to do with that newspaper? Desam siz qo'pib, I'm going to masalan send it to my father. To my father. Send it. Send it avatish degan. It degan uni. Send it degan avatma uni to my father. Dadamga. Men uni dadamga avatmoqchi demoqchikansiz-ku. Okay? What are you going to do with that newspaper? I'm going to send it to my father. Okay? 20-rasm to my mother deydi. Menda ham picture ni deydiganmiz. What are you going to do with that picture? Desam siz qo'pib, I'm going to masalan take it. Take degan ilib berish to'g'ri. Take it to my mother. Men uni opamga elib bormoqchi degan gapkan-ku. Okay? Demak, mana hammasi bir dress, bir vase, bir newspaper, bir picture bo'lganligi uchun that ni ishlatdik. Agar birdan ortiq bo'lsa, those ni ishlatdik. Yodingizda bormi? Yodingizda bormi? Masalan, what are you going to do with that? Demaymiz 30-rasmdagi ikki marojniyni. That ice creams demaymiz. Those ice creams dedi. Yodingizda bormi? Okay? What are you going to do with those ice creams? Sensiz qo'pib, I'm going to give them ularni berman, ya'ni berman ularni to the children. Bolalarga deyotgansiz qo'p. Yana bir qatim, what are you going to do with those ice creams? Javob, I'm going to give them to the children. Give them. Berman ularni. Ularni degan nimalarni demakchi? Shu ice creamlarni demakchi. To the children. Balalarga. Okay? To the children. Okay? 40-rasm flowers. Hargiz flower emas. Ya'ni ko'plik bo'lganligi uchun that demaymiz, those deymiz. Avvalgi o'xshashlar. Men so'rayman, what are you going to do with those flowers? Siz qo'pib, I'm going to masalan take them epamoqchi ularni to my wife, ayolimga. I'm going to take them to my wife. Men ularni ayolimga epamoqchi. Okay? 50. What are you going to do with that letter? Letter degan xat to'g'ri, salom xat. What are you going to do with that letter? Desam, ya'ni siz xatni nima ish qilmoqchi desam, siz qo'yib, I'm going to send it to my grandfather this.
Sen degan nimada avatish deyadingizda bor. Men uni buvam g'alati cho'ng dadamga avatmoqchi dedingizmi? 60-rasmda mana nima ekan magazines ekan qarang. Them deymiz yoki those magazines qarang. What are you going to do with those magazines? Sen siz qo'pib I'm going to masalan show nishiltib ko'rsatmoqchi. Show them to my sister desam. Men ularni achamga ko'rsatmoqchi yoki singlimga ko'rsatmoqchi degan bo'lgansiz. Okay? Xo'sh, unda bo'lsa bular og'zaki mashqlar savoldoshlar. Mening hozir qilganlarimni agar tushungan bo'lsangiz, men cho'qim tushundi deb o'ylayman. Bu yeni yetarli emas. Chunki darsimiz endi asta qanda murakkablashib ketyapti. Izchil davomli jiq mashq qilmaganda bu narsalarni bilib bo'lmaydi, okay? Xo'sh, unda bo'lsa qolgani o'zingiz qilib qoldi. O'rinliq qilmay cho'qimki og'zaki bir qatim oz deganda bir qatim mashq qilib chiqing, okay? Shundoq bo'lganda haqiqiy o'zingizning bilimga aylandi. Unda biz og'zaki mashqlardan chiqib yozmachi mashqlarga kirdik qarang. Written exercises. A. Rewrite these sentences. Ma'u jumlalarni qayta yozinglar degan gapkan qo'ya. Qarang, example nima deydi? Give me that vase. Bering menga avu gultashtikini yoki tashtakni. A gultashtikini menga bering degan gapkan qo'y yoki a tashtakni menga bering degan gapkan qo'y. Bu gapni bunda o'zgartirib qarang. Give that vase to me. Yani bering avu gultashtikini menga. Qanday gap? O'xshash gap bu. Give me that vase degan menga a gultashtikini bering degan gapkan. Give that vase to me degan a gultashtikini menga bering degan gapkan. Qarmoq o'xshashda qilgan bilan amaliyotda o'xshamaydi savoldoshlar. Yaxshi diqqat qiling, ha. Ustidagi jumla menga a gultashtikini bering degan gap. Astidagi jumla a gultashtikini menga bering degan gapmi? Gerçi her ikisi gülteştikini bana berişini aytayotgan jumla bo'lsa-mu, birisida menga a gülteştikini bering deb mengani boshda aytdi. Kendikisida a gülteştikini menga bering deb mengani oxirida aytdi. Okay? Mushta qilib. Albatta tilning ustiqini yo'q deb ketgan qanday desa bo'ldi-ku, demakchi mushum bir cho'qim bir mashq bilib bilish tegishlik bir usul shu gapninki. Demakchi o'xshash gap ikki xil ifodalanayotgan. Cho'qim inglizchadimi? Buni cho'qim mashq qilmasam bo'lmaydi ekan deb ingliz tilida deyish usulini cho'qim astoydil bir o'rganmasangiz bo'lmaydi savoblar. Men yana bir qatim deb bersam, give me that vase. Bering menga avu tashtakni. Buni give that vase to me deb o'zgartirganmiz. Bering avu tashtakni menga deb. Okay? Bering menga avu tashtakni bilan bering avu tashtakni menga ikkisi o'xshamayotdi-ku, ha? Qolganini o'zingiz qila olasiz. Men birinchini qilib bermay qarang, ha? Birinchisi send George that letter. Avating George'ga avu xatni. Ya'ni George'ga avu xatni avating degan gapkan bu. Bu gapni men avu xatni George'ga avating deb o'zgartirib bermay qarang, ha? Send that letter to George. Abayqi nimaga o'xshashli gap bu? O'lgiga o'xshashlam gap, misolga. Asraqli o'ylansangiz ham qila olasiz buni. Okay? Qolgan 2 3 4 5lar o'zingiz qoldinda cho'qim qiling. Endi biz yana bir yozmish mashq qarab olsak, rewrite these sentences deydi. Ma'lum jumlalarni qayta yozinglar, o'xshashgan, ha? Qarang, examples. Put on your coat. Bir adam bizga dedi deyli. Put on your coat deb. Put on degan kiyval degan gap. Your coat, paltoringni. Ya'ni kiyvag'in paltoringni degan bo'lsa, biz uningga nima deydi ekanmiz? I'm going to put it on. Men uni kiymoqchi deydi ekanmiz. I am going to. Men bunday qilmoqchi. Nima qilmoqchi? Put it on. Uni kiymoqchi. Ya'ni put bilan on ning o'rtasiga itni qistirib ifodalaydi ekanmiz. Put it on deb. Okay? Put on'ni biz kiyish deb degandan tuqlar. Shu put on'ning o'rtasiga itni qistirib demakchi. Uni kiyish deganda shu put it on deb ifodalaymiz demakchi. Okay? Gapni yana bir takrorlasam boshdan. Birisi bizga put on your coat deb buyruq berdi. Paltoni kiyib ol deb. Biz nima deyotganmiz? I'm going to put it on. Men uni kiymoqchi deb javob berdik ekanmiz. Asta o'zgartiramiz jumlani demakchi. Anondan keyin
yana shu birisi bizga put on your shoes deydi. Put on degan kiyiveling degan gap aniq o'xshash. Your shoes degan oyoqlaringizni. Undan so'ng oyoqlaringizni kiyiveling desa biz nima deydi ekanmiz? I'm going to put them on deb them deydi ekanmiz. Abi ham put it on degan to'q. It degan nima? Coat qisqartirilgan bir coat qo'yva, palto bir bo'lganligi uchun it u deb ishlatdik. Shoes degan ko'ryapsiz, as qo'shimchasi va uning ustiga men alohida eskartgandim. Oyoqlar deganni inglizchada qanday ko'plik bilan ifodalaydi. Biz uyg'ur tilida oyog'im qani deymiz, oyoqlarim qani demaymiz bu. Albatta oyoqlarim qani deymiz, lekin bir jup oyoq deymiz, hargiz bir jup oyoqlar demaymiz. Inglizchada aniq deydi buni. Ko'plik bilan ifodalaydi. Okay, demakchi shoes degan ko'plik qism bo'lganligi uchun ko'plik qismlar, ya'ni ko'plik qism ya'ni oyoqlar bo'lganligi uchun ular deb o'zgartib, ular deganni qanday zam bilan elvatdi demakchi. Hargiz men yerga it ni ishlatib qo'ymaymiz. Ya'ni put on your shoes degan gapga biz I'm going to put them on deb o'zgartimiz demakchi. Okay, qolganlarni ishlayolasiz savodoshlar. Das man üçüncüsünü ishlab bermay qaraman. Üçüncüsü turn on the taps degan gap bu. Jumaklarni ichiviting degan gap. Jumaklarni ichiviting. Men nima deb javob bermay bu gapni qanday o'zgartdim? I'm going to turn them on. I am going to turn them on deb o'zgartdim. Ya'ni men ularni ochmoqchi deb. Ya'ni bir odam menga jumaklarni ichivat degan bo'lsa men qo'pib men ularni ochmoqchi deb o'zgartdim demoqchi. Okay? Qolganlarni ishlayolasiz savodoshlar. Men ishlamayman, cho'qim ishlang. Undan so'ng biz atki darsda ko'rishaylik. Thank you very much. Ko'p rahmat. Mushunchalik tirishqiningizning o'zini ayt, cho'ng ish. Yani azroq chidayotsangiz inshaalloh patarda nurg'un narsalar hal bo'lib ketadi, nurg'un savollar. Shuning bilan ingliz tiliga rasmiy kirib ketasiz, okay? Undan so'ng I will see you tomorrow.